Assalomu alaykum hammaga. Bugun keyingi hafta uchun bir nechta forex paralarida analizlar qilamiz. Birinchi o'tgan hafta qilingan bir martaga o'tgan hafta qilingan analizlar bilan birga tekshirib boramiz. Demak, keyingi haftada mana bu zonada berilgan bu zonalar mavjud yo'g'idi. O'shib tashlasak narx mana shu zonada edi, ana shu 4391 zonasida edi, mana shu zonada. Keyin aytilgandiki, narx shu yerdan pastga tushib, keyinchalik tepaga ko'tariladi degan indisminlarni yechib tasdiq kutib, order blokdan tepaga harakat bo'ladi deyilgandi. Ammo narx keldi-yu, mana bu zonadagi order blokdan bu order blok aytilmagandi. Lekin narx aytilgandek korreksiya qilib dalish tepaga ketdi. Mana bu order blokdan faqat tasdiq olib ketdi. Demak, keyingi haftaga nimamiz hozir tillada long trend boshlangan. 2 haftadan beri bir xil long trend harakat bo'lmoqda. Shu sababli ko'proq korreksiyadan ishlab olishimiz mumkin. Narx korreksiya qildimi, korreksiyasidan kirib order blok nimalardan tasdiq kutib savdoga kirish kerak. Masalan, mana shu zonada order blok bor. Shu order blokda kelgan payt tasdiq kutamiz va yana bayga. Yana korreksiya qildi, yana tasdiq kutamiz va bayga. Ana shunday ishlash kerak keyingi haftaga. Keyingi hafta faqat tasdiq bilan. Mana shu zonaga kelsa ham tasdiq kutib shu yerdan kirib olishimiz mumkin. Demak, keyingi paramiz Bitcoin USD bo'ladi. Bitcoin USD shu haftada juda katta o'sdi. O'tgan hafta ham, lekin joyidan ushlab oldik. O'tgan hafta ham dushanba kuni uchish aytilgandi. O'tgan hafta mana 4 soatlikdagi order blokga kelgandi. Narx kelgan o'tgan hafta belgilab qo'yilgandi, shu joyga kelganligi. Keyinchalik narx mana bu zonada edi. Yana bir marta reaksiya olib, endigina narx ko'tarilayotgan paytda indusmenni belgilab olgandik. Ana shu indusmenni narx yechashi deyilgandi va pastga tushib mana zondagi bor bir poy nuqta hosil qiladi deb aytilgandi. Order blok FVG hosil qilib, shu FVG dan keyin dalish uchishi aytib o'tilgandi. Aytilgandek birga bir ishlab berdi. Narx indusmenni buzdi va pastda poy nuqta, ya'ni kirish uchun qiziqarli, ya'ni yaxshi nuqta, ya'ni FVG ni qoldirdi va FVG dan reaksiya olib dalish ko'tarildi. Mana bu zonalarda likvidlik zona, ya'ni bu zonalarni yechish kerak deb aytilgandi. Bu zonalarni yechib dalishi o'ta tepaga ketdi. O'zi chartga ham ko'rinmayapti. Mana shuncha joygacha narx ko'tarib berdi. Bu deyarli 20% mi nima bu? shuncha o'sib bergan shu joydan. Endi keyingi paramiz bo'ladi. Keyingi paramiz Euro USD bo'ladi. Endi bunga qarab o'tsak, Euro USD bir soatlikka qarasak, mana bu zonada bos nuqta shakllangandi. Va pastda cho'sh nuqta, yana bu yerda likvidlar qolib ketgandi. Narx mana bu zonada edi. 15 minutlik o'tib qaragandik, ya'ni mana shu yerda birgala same highlight, ya'ni bir xil nimadagi likvidlik juda ko'p qolib ketgan. Shunga shu zonaga buzib o'tish ehtimoli ko'p edi. Shunga aytilgandiki, shu zona buzib o'tilgandan keyin yana biroz korreksiya qiladi va dalish tepaga ketadi deb aytilgandi. Narx aytilgandek ishlab berdi. Buzib o'tdi, narx korreksiya qildi va dalish ushdi. Shu narsa aytilgandi, faqat bir katta kichiklik bu nimada chizib ko'rsatilmaganda qanchalik katta bo'lishi, ya'ni
buzib o'tadi, korreksiya qiladi va dalshi tepaga ketish aytilgandi. Yana bir xil ishlab bergan Euroyesdan. Endi keyingi haftaga nima kutsak bo'ladi bundan? 4 soatlikka qarasak, mana bu zonalarda birgalar FVG'lar qolib ketgan. Shular kelishini kutishimiz mumkin. Ko'p ehtimol bilan baribir discount zonadagi ko'proq e'tibor ana shu zona shu FVG'cha kelgandan keyin savdoga kirsak bo'ladi. Mana shu FVG'ga kelsa agar keyingi haftagi savdosimiz mana shu zonadan dalish ko'tarilishi mumkin bunga. Endi keyingi paramiz HPP USD bo'ladi. Bu ham Boschosh nuqta shakllantirgandi birinchi nimada. Qiyinchilik berdi iChoch, ya'ni ichki strukturada. Keyin mana bu zonada Euroyesda hozir ko'rsatganimizdek 15 daqiqalik olsak, shu zonada bir nechta hayla qolib ketgan, ya'ni buni buzish ehtimoli juda ko'p deb aytilgandi. Narx keldi buzdi va biroz korreksiya qiladi va bunga ham deyilgandiki, korreksiyadan keyin dalish o'chadi deb aytilgandi. Ya'ni bu ham buzdi, korreksiya qildi va ko'tarildi. Ikkalasiga ham shunday analiz qilingandi, ya'ni narx o'sha zonani bozor ochilishi bilan buzib, biroz korreksiya qiladi va dalish ko'tarilishi aytilgandi. Aytilgandek birga bir ishlab berdi. Endi keyingi haftada bozorda nima kutsak bo'ladi HPP USdan. Demak, mana bu zonada FVG bor, ammo FVG dan oldin ham FVGcha kelishi mumkin. O'zcha mana bu zonaga kelsa ham kirsak bo'ladi. Bu zonada order blok qolib ketgan. Order blokda tasdiq kutib faqat ishlash kerak. Tasdiq qilgandan keyin 15 minutlikda kirsak bo'ladi. Agar buzib o'tsa agar mana shu FVGni o'zidan ham kirsak bo'ladi. Ya'ni yo bu zonadan kirishimiz mumkin tasdiq bilan yoki mana bu zonadagi FVGdan kirishimiz mumkin tasdiq bilan. Mana shu zona ikkalasidan bittasiga faqat tasdiq bilan birinchisiga tasdiqlaysa birinchisidan kiramiz, ikkinchisiga bersa ikkinchisidan kiramiz. Bu HPP USD shu edi. Keyingi paramiz Out USD bo'ladi. Mana bu zonada Boschosh shakllantirgandi. Mana bu zonada 4 soatlikda FVG qoldirgan. Aytilgandiki, mana shu zonadagi FVGdan chiziq bilan order blok chizig'ini chizib qo'ygan, ikkita belgi ustiga tushmasin deb shunday belgilab olgandik. Mana shu ikkalasidan FVGdan yo nimadan reaksiya olib narx dalishi nimaga tepaga ketish aytilgandi va birga bir shuna FVGni uchidan olgan va dalish narxi yuqoriga ko'tarilgan. Endi keyingi haftaga qarashlarimiz nima bo'ladi? Demak, yana narxni biroz keyingi haftaga korreksiya qilishimiz kerak. Mana bu zonada nima iceberg qolib ketgan. Bu ham juda kuchli zona. Agar narx shu yergacha kelsa, agar shu yerdan tasdiq kutib savdo kirishimiz uchun juda yaxshi zona. Bu yerdan tasdiq kutib keyin dalishi mana bu zonadagi buy side liquidlarni olishga kutishingiz mumkin. Mana bu zonadagi buy side liquid bo'ladi. Mana shu zonagacha kutishingiz mumkin. Endi keyingi paramiz qaysi bo'ladi? Hozir ko'ramiz. Keyingisiga ulgurmas ekanmiz. O'zida vaqt deyarli 10 minut bo'libdi. Biron bir savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha javob berib savollaringizga javob beramiz. Barchaga kattakon rahmat.